Aldı bilan qizlar o'zlarining beligiga moslashtirib turib, liq holat akilamiz. Meniki hozir mavi bir parcha, uyda bir parcha eshib qoldi. O'zlarining beliga liq holat akilamiz. Belinglarning narini o'rqilaqmoqchi bo'lsanglar, ashagili holat akasanglar bo'ldi. Undan keyin mana o'xshash qorashtirib bo'lgandan keyin manasining ichiga liq suv olamiz. Eg'irlik bo'lgan vaqt chuglaydi. Men hozir belimning o'ttirsini o'rqiltman dedim. Shuning bilan buni atamiz. Qilish bek oson. Kasangiz bilan blanchitib bersangiz, belingiz midirlaydi. Shuning bilan baldiki maylarni shuncha yaxshi seriyalaydi ekan. Tesh ko'rgach o'tirib qilsiz, qo'lingizni telefon o'ynaga o'tirib qilsangiz bo'ldi. Bika qolgan vaqtingizda atiganda tushdi kechda. Mushundaq mashqlarni bersangiz, belingizni kichiltish foydasi bor ekan qizlar. Mushundaq qilib bersangiz, qaranglar, kasmni tang aylandi ekan. Sening dasturingizlar qitib qolgan ekanlar, harakat qilsanglar bek og'rib ketganda, mushuni qilib berish orqali dasturing muskullarini bek yaxshi po'shtalar etkazlar. Yaxshi nimga desanglar, qanchalik qilganinglarni bilmay qolib qolsanglar, niyada soat borki, men birdamdan 75 ni qilib bo'ptiman. Harakat qilish xo'sh yoqmagan qizlar mushundaq o'tirib belingizni lang'ishtirib, qo'saqni o'rqitma desanglarmi bo'ldi ekan. Men harakat qilishni bekerak tavsiya qilmayman. Agar harakat qilish xo'sh yoqmagan qizlarga mushu xili yaxshi. Ko'rdinglarmi? Hem rahat, hem qulay, hem o'zinglarningki badanga, maskullikka yengil holatda kichiklar etgansizlar. Ya qaranglar, bel tarafinglarni og'ritmaydigan, bel tarafga besim akildigan, mana o'xshash yumshoq terap bergan asbaka. Shu an belim og'rib ketami, so'nggichimni og'ritami, go'shimni og'ritami degan qizlar xotirjam bo'lsanglar bo'g'dekchimi? Vasimбек muvofiq qizlar. Uyda mashq qilmay, chiniqmaydigan qizlar birini olib qo'ysanglar bo'g'dek.